enjoy the fun, 'cause we just begun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. Where magic never ends, the shining twinkle tears, and the brave that never fears. Just look what fun, and we have just begun. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Journey to Tailland with a happy band. Olti oqqush haqida ertak. Uni quvib yetish kerak. Qochib qutula olmaydi. Otinglar, tezroq bo'linglar. U o'rmonga qochyapti. Tezroq. Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Nima, qo'rqib ketdingmi? Adashib qoldingmi? O'rmondan chiqib ketishimga yordam bera olasanmi? Albatta, men shu yerda tug'ilib o'sganman. Rostdanmi? Juda soz. Agar yo'lni ko'rsatib yuborsang, evaziga istagan iltimosingni bajaraman. Bir iltimosim bor edi, lekin uni bajarish qo'lingdan kelarmikin? Istagan iltimosingni bajaraman. Malikang olamdan o'tgandan beri so'qqabosh ekanligingdan xabarim bor. Iltimosim shuki, qizimga uylansang, u qirolicha bo'lsa. Lekin uylanish niyatim yo'q. Oppoq qizim, bu yoqqa kelgin. Hazrat oliylar, xush kelibsiz. Muncha go'zal. Xo'sh, nima deysiz, janobi oliylari? Juda nazokatli qiz ekan. Agar unga uylanishga va'da bersang, yo'lni ko'rsatib boraman. Yo, shu yerda abadiy qolmoqchimisan? Tanla. Yo qizimga uylanasan, yo bu yerda butunlay qolasan. Bo'pti, uylanaman. Juda soz. Yashasin qirol! Yashasin qirol! Yashasin qirolicha! Yashasin qirol! Qirolga shon-sharaflar bo'lsin! Bular mening bolalarim. Juda ajoyib bolalar ekan. Bu ayol endi sizlarning onalaringiz. U bilan salomlashinglar. Sizlarga nima bo'ldi? Endi men sizlarni onalaringman. Qani qizalog'im, meni o'pchi. Shahzoda, senga nima bo'ldi? Senchi? Xo'sh, senchi?
Yo'q, yo'q, yo'q. 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 Sizlarga nima bo'ldi? Eshitmadinglarmi? Meni o'pib qo'yinglar. Mayli, boringlar. Keyin uzr so'raysizlar. Xo'p, dada. Qanday ajoyib bolakaylar. Xotinim jodugar ekan. Joylaringda qimirlamay turinglar. Mana senga. Bu yoqqa. Soqchilar. O'rmon tomonga ketdi. Dada, juda qo'rqib ketdim. U meni yamlamay yutvoray dedi. Shunday bahaybat ilon qanday qilib yotoqxonamizga kirib oldi ekan-a? Axir hamma onalar berk edi-ku. O'zi nimalar bo'layapti? Men ham hayronman. Qanday aqlli bolalar. Dada, sizga nima bo'ldi? Hech nima, hammasi joyida. Vaqtincha o'rmondagi uyda yashab turasizlarmi deb o'ylab turuvdim. Voy, qanday yaxshi. Shu urchiq bizga yo'l ko'rsatadimi? Bu urchiqsiz sizlarni hech kim hech qachon topa olmaydi. Na qirolicha, na ilon. Dada, bizni yolg'iz tashlab qo'ymaysiz-a? Bizni yaxshi ko'rasiz-a, dada? So'z beraman. O'rmonda adashib qolganimda unga uylanishga va'da bergandim. Bo'lmasa qaytib kela olmasdim. Qirol bergan so'zda turish kerak. Abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra. Hazrati oliylar keldilar. Dadajon! Dadajon! Dadam keldilar. Voy, sho'rim. Voy xudoyim, bu sizmidingiz? Mendan qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Yordam beringlar. Ehtiyot bo'linglar. Qochinglar. Ehtiyot bo'linglar. Qani parvoz qilinglar.
Endi saltanat faqat o'zimniki. Dadam qanilar? Malika! Malika! Bo'lishi mumkin emas. Akajonlarim. Akajonlarim, qayerdasizlar? Ay. Akajonlarim, qayerdasizlar? Voy, oqqushlar. Nima bo'ldi? Hech narsaga tushunmayapman. Oh, singiljonim. Sizlarga rahmim kelyapti. Jodugar o'gay onamiz bizni oqqushlarga aylantirib qo'ydi. Endi hech qachon asl holimizga qayta olmaymiz. Unday demanglar. Jodudan qutulish yo'li bo'lishi kerak. Yo'q, singlim. Buni iloji yo'q. Bo'lmaydigan ishi o'zi yo'q. Albatta yo'lini topaman. Sizlar uchun har narsaga tayyorman. Faqat aytinglar, nima qilishim kerak? Yaxshi singlim. Agar bizni qutqarmoqchi bo'lsang, 6 yil mobaynida umuman kulmasliging, gapirmasliging kerak. Shu 6 yil ichida bizga qichitqovutdan yopinchiqda o'qishing kerak. Lekin buni qanday qilish kerakligini bilmayman. Yaxshisi ovora bo'lma. Menimcha buni iloji yo'q. Yo'q, iloji bor. Sizlar uchun har narsaga tayyorman. Mayli 6 yil gapirmay, kulmay, sizlarga yopinchiq to'qiyman. So'z beraman. Albatta sizlarga yordam beraman. Buni uddasidan chiqishga ishonaman. Faqat kutsanglar bas. Singiljon, biz uchishimiz kerak. Qayerga ketyapsizlar? Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz ham seni yaxshi ko'ramiz. Sizlarga albatta yordam beraman. Nima bo'ldi? Ana u yoqqa qarang, hazrat oraylari. Kimdir daraxtda o'tiribdi. O shoxda. Hoy yosh qiz. Daraxtda nima qilyapsiz? Ehtiyot bo'ling. Tag'in yiqilib tushmang. Muncha go'zal. Chiroyli ekan. Yordamlashinglar. U bo'lajak malika. Yaxshi qiz. Tushing. Tusha qoling. Bu qanaqasi? Endi siz malikasiz. Bunaqa ish qilishingiz shart emas. Biron nima kerak bo'lsa, so'rasangiz bas. Nega menga hech tabassum qilmaysiz? Bir og'iz ham gapirmaysiz. Iltimos, men bilan gaplashing. Bir og'iz bo'lsa ham gapiring. Bo'pti. Hech bo'lmasa eshityapsiz-ku, shunga ham shukr. Nima bo'lganda ham 6 yil ichida kulmasliging, gapirmasliging kerak. Shu vaqt ichida qichitqovutdan yopinchiq to'qishing kerak. Malika o'g'il tug'dilar. O'g'il, meni o'g'lim. Tabriklaymiz. O'g'il muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Uzoq bo'lsin. Qo'shni qirollik qirolichasi chaqalog'ini qutlab sovg'a keltiribdilar. Ana shu akalarimni oqqushga aylantirib qo'ygan.
Endi nima qildim? U bizni o'ldiradi. Tashrifingizdan bag'oyat minnatdorman. Boshimiz ko'kka yetdi. Malikangiz go'zal ekan. Bolasini shirinligini-chi. Siz bilan uchrashganimdan xursandman. Buni ko'pdan beri orzu qilardim. Mana yana uchrashdik. Tinchlikmi? Qasrdan qochib ketganingdan beri mum yutganmishsan. Umuman kulmasmishsan. Nima bo'ldi? Qo'rqma, men bilan gaplashaver. Nima uchun 6 yil jim yurishing kerak? Menga ishonaver. Baribir akalaringni qutqara olmaysan. Boz ustiga otangdan judo bo'lding. Qirol o'ldi. Unga bolalaring o'ldi degandim, bechora bardosh bera olmadi. Dadang uchun yig'lamaysanmi? Uni yaxshi ko'rarding-ku. Gapir, nega indamaysan? Dadajon, Kim seni xafa qildi? Oh, hazrati oliylari, falokat yuz berdi. Falokat. Voy, bunday bo'lishi mumkin emas. Nahotki u o'z bolasini o'ldirgan bo'lsa, menimcha xotiningiz jodugar. Jodugar? Ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Agar menga ishonmasangiz, o'zidan so'rab ko'ring. U jodugar. Jodugar. Iltimos, azizam, to'g'risini ayting. Nima bo'ldi? Bu jodugarni xochga bog'lab yoqish kerak. Yo'qsa boshimizga kulfat keltiradi. O'tga tashlanglar. Tiriklayin xochga bog'lab yoqinglar. Lekin Uni zudlik bilan yoqib yuboring. Bo'lmasa u boshingizga yetadi. Uni olib keting. Xochga bog'lab yoqinglar. o'tinib so'rayman, sevgilim, biron nima de. Yo qirolichaning gaplari to'g'rimi? Uni yoqinglar. Akajonlarim, men afsus sizlarni qutqara olmadim. Kechiringlar. Menga ishoninglar. Sizlarga albatta yordam beraman. Nima qilib bo'lsa ham sizlarni qutqaraman. Va'da beraman.